Eski bo'lgan 2025-yil zimniy fason kurtkalarimiz, shubalarimiz, paltolarimiz necha pul bo'lyapti? Men hozirgi paytda Tumari shopga kelganman. Ya'ni bu o'zimni do'konimda ham bo'laveradi do'stlar. Kelmaqayndi. Assalomu alaykum. Bu do'stlar meni ukam, tug'ishgan ukam, ya'ni mendan keyingi ukam. 3-ukamiz endi ukam Rustanbek edi. Kim tanirdi, kim tanimasdi, olamdan o'tib ketdi. Like qo'yib, kommentariyaga duo qilib qo'yasizlar ukamiz haqqimizga. Tumari shop o'zimning ukamning do'koni do'stlar. Mana paketlari bor, telefon nomerlari, ya'ni bemalol menga ishonganda ishonaverlar. Xudo xolasa birovning haqqini yemaydigan. Ota-onamiz bizni menga qana tarbiya bergan bo'lsam, dadam shunga tarbiya bergan. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz sizlarga 2025-yildagi ukamdagi, bu ukam Turkiyadan olib keladi bu tovarlarni. Aksariyat ko'pi hammasi Turkiyadan keladi. Nimaniki yo'q albatta senda. Ana O'zbekistonniki. O'zbekiston yo'q bizda, Turkiya. Hammasi Turkiyadan. Hammasi Turkiya. Eng qizig'i bor, bizni obunachilarimizga hamma tovarlar dastavkasi bepul O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Endi bitta narsa bor, bizni Qirg'iziston, Tojikiston ham kuzatadi. Imkon boricha dollarda aytsak, narxni bular o'zlari so'mga olishi, chunki Tojikiston chegaradagilar chegaragacha olib o'zlari olib ketishyapti. Boshla bo'lmasa, qaysidan boshlaysan? Chiroyli qilib. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yamiz. Troykamiz. Aha. Pumaga brendidan moslangan. Mana ichlari, ichidagisini yengi ham uzun, qishda kiysa ham bo'ladi, 3 ipli bo'ladi bular. 36-42 razmerda, Turkiya razmerida. Tak, bularning narxi $110. Dastavka bepul. O'zbekiston ichida bepul. Zo'r, keyingisi? Keyingisi mana bu ham qalin bo'yka, o'zi bular qishki bular. Mana ichlarini ham ko'rsatay. Ichlari ham qalin. 950 ming so'm. Bu ham toza Turkiya. Toza Turkiya $75 bo'ladi. Aha. Yana bitta qalin troykamiz. Mana buni ham yengi uzun, mana orqalarini ham ko'rsatay. Orqalari ham zo'r, skromniy. 50 yillik orqani yopadi bu. Qalin, hozir kiysa bo'ladi, qishda kiysa bo'ladi. Ishtoni ham bor ekan-da buni. $30 ha. Ishtoni ham klot, qalin. Keyingina. $130dan 44 razmergacha. Vomma brendini barxtli dvoykasi, ichidagisi futbolka. Mana buni ichi astarli, shuni ham hisobga olinglar. Ko'pincha astarsiz bo'ladi. Bu astarligi orqani ham bemalol yopadi. 36dan 42 razmergacha toshlari ham mana. Tepadagilar hammasini ishtoni bormi bularda? Bular hammasi ishtoni. Bular hammasi ishtonli variantlar. Aha, tepadagilar. Tepadagilar. $130. Aha. Keyingisi mana Adidas. Bu Bill trendga chiqdi, Adidas. Mana gul ham Adidasning brendi bu. Bill shundan foydalanyapti Adidas. Mana ichidagisi ham yengi uzun, ishtoni ham qalin, keng, qishda ham kiysa bo'ladi, paltodonida ham kiysa bo'ladi. $140. 36-42 razmer. Dastavkasi bepul O'zbekiston. Dastavka bepul. Yana bitta ofisning variant, ishga, o'qishga, o'qituvchilarga ham zo'r variant. Bu kamzilli, yengi uzun, ichidagisi ham qalingina. Mana, buni ham ishtoni ham keng. Tak, $110dan. Piano firmani kurtkasi, ichidagi futbolkasi bor. Mana futbolkasi ham yengi uzun, bu ham qalin, 2 ipli, shimi ham qalin. Hozir ham kiysa bo'ladi. Uni o'zini kurtka qilib kiysa ham bo'ladi. Mana orqalarini ham ko'rsatay. $160dan. Hisobda bitta kurtkani puliga troyka qilib olsa bo'ladi. Ham ishton, ham futbolka, ham ichidagisi. Zo'r. Kamzilli varianti yana bitta bor. Kamzilini o'zini kiysa ham bo'ladi, ichidagini kiysa ham bo'ladi, ishtonni alohida kiysa ham bo'ladi. Troyka bu hisobda $100. $100. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Turk razmerida 46 gacha tushadi bular. 1-2 razmer bo'ladi, 2 razmeri 46 gacha bemalol tushadi. Zo'r. Keyingisi Katta razmerda dvoyka bor, 42-48. 42-48. Turk razmerida o'zbek razmerligini bilish uchun 6 qo'shiladi, o'shunda o'zbek razmeri chiqadi. Katta razmerdagi bu $110.
Mana yonlari ham misrlari bor, buni ham ishtonini ham yonida bor. O'sha kurtkalarimiz kelgan. Bu ichlari polniy naturalka. Mana. Mana ichlarini, mexini ichlari polniy naturalka, ichlarigacha. Buni yechib qo'yib o'zini kiysa ham bo'ladi. Mana ustidagisi ham naturalka, bu ham o'sha boshqa nima hayvonnikidan. Mana orqalaridan ko'rsataman. 3 xil rangda bor. Bu bor, qora bor, ochiq bejli rangi ham bor. Lekin bular bir donadan qoldi, rosa zo'r ketdi, yaxshi ketgani uchun. Buni $200 sotuvdik, hozir skitkada $180 bular. O'zbek shu dastavkasi ichida bepul. Dastavka bepul. Kurtkamiz, bular turetskiy. Kachistvalari ham zo'r. 38-42 razmerda. Norka bas, pod norka bular. $130 dan. $130. Va oxirgi kurtka necha pul, qanaqa u? Bu ham naturalniy mexda, palto. $150 dan. Bir dona qolibdi. Bir dona qoldi bu. Xo'p, Endi endi o pastdagilarni uzunlarini ko'rsataylik. pastdagi plashovka uzunlari. Keling, mana yosh kattalarga, onalarimizga, xolalarimizga mana bemalol sovg'aga olib bersa ham bo'ladi. Shunday o'zlari kelib olsa ham bo'ladi. Orqalarini qarang. Buni variantini ham qarang. Orqalari ham chiroyli. Plash qilib kiysa ham bo'ladi. Bizda javnaqa sovuq ham emas. Kurtka qilib kiysa ham bo'ladi. Yomg'ir o'tkazmaydi. Mana metlar plashovka. $150 dan. $150. Katta razmerda bular faqat. Katta razmerda. To'lachalarimiz. Donali qolgan to'ybob ko'ynelarimiz. Bular ham Dalidaniki, Jazlaynniki. Bilganlar yaxshi biladi. $100 dan bular. Bular materiallar nima deydi? Bular villur bular. Toza villur. Villurda ham eng tozasi. Mana Eli Dubayda bilishadi. O'zi ko'pchilik biladi. Mana Eli Dubayda to'ybob ko'ynagi kelgan $150. $150 O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Mana ba'zi ko'ylak kelgan mana 38-44 razmerda $100 dan. Buni razmerlari bormi hammasi? Hammasi bor. Hozircha bular yangi keldi. Hammasi bor. Bu yerda yana bitta ba'zi ko'ylaklar bor, 48 razmergacha, katta razmerda. $90 dan qilib beramiz. Mana ba'zi ko'ylaklar. Zo'r. Keyingilari bu kurtkami, plashovkami? Bu ba'zi ko'ylak. Bular o'sha paltolar, o'sha qish keldi. Palto sezoni keldi. Mana bu Battega model deyiladi. Bu yil 2025-2026 fason yangi chiqqan model. Bu toza kashmir bu. Oddiy kashmir. Eng qimmat kashmirlardan. Deganim bu tivit olmaydi, rasvo bo'lib ketmaydi. Narxi ham $250. 46 razmergacha bor. Buni mana bu rangi bor, mana rangli. Qoradan hamma hozir qochyapti. Yangi bu yilgi nima? Rangi bu. Bemalol kirib ko'ring. Bu yilgi moda bo'layotgan ranglardan. Max Mara modeldan mana o'sha nimani firmaning Max Mara modeli kelgan $250 dan bular. 36-44 razmergacha bular. Turk razmeri ha bular? Turk razmerda, ha. 36-44-46 ga ham tushadi. Mana bu yil moda bo'ldi. Mana zamoshkali, oxirigacha ochiladigan. Bu ham yangi fason. Bu yilgi model. Bu ham $250. Dastavkalari bepul. Уже havo sovusa tog'larga kelgani u чистый naturalka. Ikki xil hayvonniki bu. Bu ham naturalka, ichi ham naturalka. Ko'rsa bo'ladi. Bunisi ham ichilari ham pol naturalka. Moni yechib qo'yib, ichidagina o'zini plash qilib kiysa ham bo'ladi erta bahorda. $450. Ikki xil rangda bor. Bejvisi bor, mana shu balotovisidan bor.
Bular donali qoldi. Endi yoshi kattalarga 48 razmerda, katta razmerda $120. Bunimiz ham bir dona qoldi. Alpaka hayvonini junidan bo'lgan bu. Metlari norka, toza norka, haqiqiy norka bular. $350. Mana ham bir dona qoldi. 50 razmerda 1 million so'm. Donali qo'ygan uchun arzonroq berib yuboramiz. Bular ham 1 million so'mdan 40 razmer qoldi. Voy. Mana yana bitta kurtkamiz. Dazmollashga ulgurmabmiz. $120. Monika Milano'ning kamzillaridan bundan 3 ta dona bor. $90 dan qilib beramiz. Yana bitta Sasafona brendiniki. Metlari ham naturalka mana. Molari ham naturalka, metlari ham naturalka. $130 dan. Tak, Lasagrada kamzilimiz bor. Bu ham bir dona qoldi. 44 razmerda qoldi. $100 qilib beramiz. Yana bitta paltoyimiz. Necha razmer qolibdi? 44 razmerda qolgan, 46 razmer ekan. Bu ham naturalka. $130 qilib beramiz. Yana bitta donali qo'ying kichkina kurtkachamiz. Necha razmer? 38 razmer qolibdi. $90. Voy. Yana bitta kurtkamiz 50 razmerda qoldi. 44 ga tushadi endi bu $90. Qora. Qora so'raganlarga 42 razmerda bir dona qoldi. $100 qilib beramiz buni. Bu yil moda bo'layotgan kashmir palto. Kashmir turishi ham, kiyilishi ham buni vasha chiroyli turadi. $220 dan. Do'stlar, opajonlar, singiljonlar, sizlar uchun tumaniy shopdan video qilyapmiz. Tovarlar juda ham ko'p. Videomiz uzun bo'lib ketmasin deb biz qisqa 3 ga 2 ga bo'lib qo'yapmiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, rahmat, foydali bo'lyapti, kommentariy yozib qo'yish eslangdan chiqmasin. Ekranda nomeriga aloqa chiqarasiz. O'zim ukam, xudo xolasa, dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul qaysidir yoqqan fasonda olib turib, skrinshot qilib, Telegram kanaliga o'tsalar yoki tashlab bersalar, sizlarga bor yo'qligini, yo sotilib ketgan, qolmaganligini, yo qaysi razmer borligini aytib berishadi. Bundan tashqari Telegram kanali bor. Ukamni xudo xolasa Telegram kanalida ham o'sha kiyib turilgan nimalarni tayyor modeldagi bor. Tayyor modeldagi qanday turishini o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa like qo'llab-quvvatlaysiz. Sizlar bilan Oybek Qosimov podpisatsiya bosinglar. Xudo xolasa biz bundan avvalgi videoda bu tomondagi polni tovarlarni ko'rsatganmiz. Endi hozir mana o'rtadagi tovarlarni ham ko'rsatib ketamiz. Agar videom shunaqa videolar ko'proq xohlaydigan bo'lsangiz, buni ham обязательно kommentariy yozib keting. Kommentariy o'zim o'qiyapman. Sizlardan bitta yuruvchi mendan bitta sizlarga. Sog' bo'linglar. Ustoz bilan bugun Tumaris ayollar kiyim-kechak do'konidamiz do'stlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol O'zbekiston bo'ylab bepul dastlabki xizmatga ega bo'lib, shubalarni, dvoykalarni, troykalarni zakaz qilishingiz mumkin. Hamyonbop narxlarda, kачестволariga javob do'stlar. Hammasi turetskiy. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan har doimgidek ko'p ko'z bola, like, komment, podpiska bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Rahmat.